Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomiz har bir pensioner uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzu aprel oyida qanday to'lovlardan ozod bo'lish mumkinligi haqida bo'ladi. Bu ma'lumot nafaqat sizning pulingizni, balki asablaringizni ham tejashga yordam beradi. Ishonchim komil, bu video sizga katta yordam beradi. Chunki ko'pchilik pensionerlar o'z huquqlarini bilmagan holda ortiqcha to'lovlarni amalga oshirib keladi. Shuning uchun iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot imkon qadar ko'proq insonlarga yetib boradi. Bu sizning yordamingiz. Aziz do'stlar, pensionerlar uchun to'lovlar masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan. Ilgari aksariyat hollarda pensionerlar aholining boshqa qatlamlari bilan bir xil shartlar asosida kommunal to'lovlar, soliqlar va boshqa xizmatlar uchun haq to'lashardi. Albatta ba'zi imtiyozlar mavjud edi, lekin ular ko'pincha juda cheklangan bo'lib, juda tor doiradagi shaxslarga, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga yoki ba'zi nogironligi bor fuqarolarga berilar edi. Keng aholi qatlami, jumladan oddiy pensionerlar uchun sezilarli yengilliklar kam edi. Bu esa ularning kundalik hayotida katta moliyaviy yuk bo'lib qolaverardi. Ko'pincha kommunal to'lovlar va boshqa majburiy xarajatlar pensiyaning sezilarli qismini tashkil etar. Natijada oziq-ovqat, dori-darmon va boshqa ehtiyojlar uchun kamroq mablag' qolar edi. Ko'pchilik pensionerlar har oy oxirida to'lov qog'ozlarini ko'rib, chuqur o'yga tolar. Bu oy ham qanday qilib tirikchilik o'tkazaman degan savol ularni qiynar edi. Bu vaziyatda pensionerlar ko'pincha o'z farzandlari yoki yaqinlarining yordamiga tayanib yashashga majbur bo'lishardi. Biroq so'nggi yillarda ayniqsa hukumatimiz tomonidan ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan qator islohotlar doirasida vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Xususan, pensionerlar uchun bir qator yangi imtiyozlar joriy etildi yoki mavjudlari kengaytirildi va ulardan foydalanish tartibi soddalashtirildi. Ba'zi imtiyozlar oldin ham mavjud bo'lgan, ammo ularning amalda qo'llanilishi va pensionerlar orasida ma'lumot tarqalishi yetarli darajada emas edi. Endilikda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish bo'yicha qabul qilingan qonun hujjatlari va qarorlar tufayli pensionerlar uchun moliyaviy yukni yengillashtirish maqsadida kommunal xizmatlar, mulk solig'i va boshqa to'lovlar bo'yicha aniq imtiyozlar belgilandi. Bu o'zgarishlar ayniqsa aprel oyida yana bir bor kun tartibiga chiqdi. Chunki ba'zi imtiyozlarning muddatlari yangilandi yoki ularning amal qilish tartibiga oydinlik kiritildi. Endi davlat nafaqat pensiyaning o'zini oshirishga, balki pensionerlarning majburiy xarajatlarini kamaytirishga ham e'tibor qaratmoqda. Bu esa har bir pensionerning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamdir. Endi esa bu muhim ma'lumotlarni batafsil tahlil qilamiz. Siz nimani bilishingiz kerak? Kimlar bu imtiyozlardan foydalanishi mumkin va kimlar uchun? Bu ma'lumot hozircha unchalik dolzarb emas. Birinchidan, kommunal to'lovlar masalasiga to'xtalib o'taylik. Bu har bir xonadon uchun eng katta majburiy xarajatlardan biridir. Yangi qoidalar va mavjud imtiyozlar doirasida yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lgan pensionerlar va ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj oila a'zolari bilan birga yashovchi pensionerlar elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish xizmatlari uchun sezilarli darajada kamroq to'lashlari mumkin. Hatto ba'zi hollarda umuman to'lashdan ozod etilishlari ham mumkin. Elektr energiyasi uchun imtiyozni ko'rib chiqaylik. Agar siz yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangiz va o'rtacha bir oyda 150 kilovat soat elektr energiyasi iste'mol qilsangiz, sizga davlat tomonidan qisman yoki to'liq kompensatsiya berilishi mumkin. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 7 yoshli Oysha buvi bir oylik pensiyasi 20.800 ming so'm. Ilgari u har oy elektr energiyasi uchun taxminan 7 ming so'm, gaz uchun 7 ming so'm, suv uchun 30 ming so'm va chiqindi uchun 10 ming so'm, jami 30 ming so'm to'lardi. Endi esa yangi tartibga ko'ra, agar u o'z mahalla fuqarolar yig'inida ijtimoiy himoyaga muhtoj oila deb e'tirof etilsa yoki uning nogironligi to'g'risida guvohnomasi bo'lsa, u kommunal to'lovlarning bir qismidan, aytaylik 7% dan ozod qilinishi mumkin. Bu degani Oysha bu har oy hatto 1000 so'm tejaydi. Bir yilda esa bu 6000 so'mni tashkil etadi. Bu summa uning uchun dori-darmon yoki oziq-ovqat xarid qilishda juda katta yordam bo'ladi. Bu shunchaki birgina pensioner misoli. Bunday imtiyozga ega bo'lishi mumkin bo'lgan 100 minglab pensionerlar bor. Yoki boshqa bir misol. Navoiy viloyatida yashovchi, nogironligi bo'lgan
65 yoshli Ahmad bobo. Uning pensiyasi 1.500.000 so'm. Uning yashash sharoitlari va nogironlik darajasi inobatga olinib, u maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish xizmati uchun to'lovdan butunlay ozod etilishi mumkin. Shuningdek, unga ichimlik suvi uchun belgilangan me'yor doirasida to'liq imtiyoz berilishi mumkin. Bu har oyda kamida 20-30 so'm tejash degani. Kichik summa bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo pensiya miqdori bilan solishtirganda bu ham sezilarli yengillikdir. Bu imtiyozlar ko'pincha ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimi orqali aniqlanadigan ehtiyojmand oilalar va shaxslar uchun mo'ljallangan. Agar siz bu reyestrga kiritilgan bo'lsangiz, imtiyoz olish ehtimolingiz juda yuqori. Ikkinchidan, mol-mulk solig'i va yer solig'i imtiyozlari. Bu turdagi imtiyozlar ham pensionerlar uchun juda muhim. Ayniqsa o'z mulkiga ega bo'lganlar uchun. Qonunchilikka ko'ra, qator shaxslar mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lashdan to'liq yoki qisman ozod etilgan. Bular qatoriga masalan, O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan shaxslar, urush nogironlari va qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar. I va I guruh nogironligi bo'lgan shaxslar kiradi. Endilikda oddiy pensionerlarga ham ma'lum shartlar asosida bu imtiyozlar berilishi mumkin. Misol uchun, Andijon viloyatida yashovchi 75 yoshli Gulnora Aya o'z nomida 4 sotiq yer maydoni va shaxsiy uyga ega. Ilgari u bu mulk uchun yiliga taxminan 300.000 so'm yer va mol-mulk solig'i to'lardi. Agar Gulnora Aya endilikda I guruh nogironligi bo'yicha pensiya olsa, u belgilangan tartibda ushbu soliqdan to'liq ozod etilishi mumkin. Bu unga har yili 300.000 so'm pulini tejash imkonini beradi. Bu summaga u bir necha oylik dorilarni xarid qilishi yoki farzandlari kichik sovg'a olishi mumkin. Bu juda sezilarli yordamdir. Chunki ba'zi hududlarda mol-mulk solig'i juda katta summalarni tashkil etishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifaga kirmasangiz ham. Lekin pensioner bo'lsangiz va o'zingizning ijtimoiy ahvolingiz og'ir deb hisoblasangiz, siz albatta bu masalada tashvishlanishingiz va o'z huquqlaringizni bilishingiz kerak. Chunki siz bilmagan ba'zi imtiyozlar aynan sizga tegishli bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yolg'iz yashovchi pensionerlar, qarovchisi bo'lmaganlar, nogironligi bor pensionerlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar tarkibida yashovchi pensionerlar albatta bu masalada faol bo'lishlari lozim. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning farzandlaringiz yoki yaqinlaringiz siz bilan birga yashasa va ular yaxshi daromadga ega bo'lsa, siz allaqachon barcha imtiyozlardan foydalanayotgan bo'lsangiz yoki moliyaviy ahvolingiz ancha yaxshi bo'lsa, bu ma'lumotlar siz uchun shunchaki umumiy ma'lumot bo'lishi mumkin. Lekin baribir har qanday holatda ham o'z huquqlaringizni bilib qo'yganingiz zarar qilmaydi. Unutmangki, har bir holat individualdir va har bir pensionerning ahvoli har xil bo'ladi. Shu sababli imtiyozlarga qanchalik mos kelishingizni aniqlash uchun tegishli idoralarga murojaat qilishingiz shart. Endi esa bu qoidalarning ba'zi istisnolari, tuzoqlar va noaniq jihatlari haqida gaplashamiz. Negaki, har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi murakkabliklar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ortiqcha bosh og'riqlardan qutqaradi. Birinchidan, har bir kommunal xizmat turiga alohida yondashuv, yuqorida sanab o'tilgan elektr energiyasi, gaz, suv va chiqindi xizmatlari eng asosiy hisoblanadi. Biroq boshqa xizmatlar, masalan, internet, kabel televideniyasi, uyali aloqa kabi xizmatlar uchun pensionerlarga maxsus imtiyozlar taqdim etilmasligi mumkin. Bu xizmatlar odatda davlat tomonidan subsidiyalanadigan emas, balki tijoriy xizmatlar hisoblanadi. Shuning uchun internet to'lovi uchun ham imtiyoz kutmasligingiz kerak. Faqat eng muhim va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan kommunal xizmatlar imtiyozlar doirasiga kiradi. Bu cheklovni bilish sizni ortiqcha umidlardan va kerakli idoralarga befoyda murojaatlardan xalos qiladi. Ikkinchidan, imtiyozlarning ma'lum bir me'yorlar bilan cheklanishi. Ko'pgina imtiyozlar iste'mol qilingan resurs hajmi bo'yicha belgilangan chegaralarga ega. Misol uchun, elektr energiyasi uchun imtiyoz siz o'ygan ma'lum bir miqdordan, masalan, 1.5 kilovat-soat ko'proq iste'mol qilmasangizgina amal qiladi. Agar siz bu me'yordan oshiqcha elektr ishlatsangiz, oshiqcha qism uchun to'liq tarif bo'yicha to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu shuni anglatadiki, siz issiq suv uchun elektr isitgichlardan yoki uyni isitish uchun elektr pechlardan ko'p foydalansangiz, imtiyozdan to'liq foydalana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun imtiyozni olganingizdan so'ng ham
O'zingizning istamanligingizni nazorat qilish muhimdir. Gaz va suv uchun ham xuddi shunday me'yorlar qo'llanilishi mumkin. Bu cheklovlar aholining resurslarni tejashga undash maqsadida joriy qilingan. Uchinchidan, geografik cheklovlar. Garchi aksariyat imtiyozlar respublika miqyosida amal qilsa-da, ba'zi mahalliy hokimiyatlar tomonidan o'z hududlaridagi aholi uchun qo'shimcha imtiyozlar joriy etilishi mumkin. Biroq bu holatlar kam uchraydi va ular haqidagi ma'lumotni aynan o'zingiz yashayotgan hududdagi mahalliy ijroiya hokimiyati organlaridan aniqlash lozim. Shunday qilib, masalan, Qashqadaryo viloyatining bir tumanida mavjud bo'lgan imtiyoz Buxoro viloyatining boshqa bir tumanida bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun sizning yashash joyingizdagi aniq imtiyozlar ro'yxatini tekshirish juda muhimdir. 4-dan, imtiyozlarning avtomatik tarzda berilmasligi. Bu eng katta tuzoqlardan biridir. Afsuski, ko'plab pensionerlar agar ular imtiyozga ega bo'lish huquqiga ega bo'lsa, bu imtiyoz ularga avtomatik tarzda qo'llaniladi deb o'ylashadi. Yo'q, aksariyat hollarda bu unday emas. Siz imtiyozni olish uchun tegishli davlat organlariga, masalan, mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga shaxsan murojaat qilishingiz va ariza yozishingiz shart. Ariza topshirilmasa, siz imtiyozdan mahrum bo'lasiz. Bu holatda davlat har bir pensionerning huquqini bilishini va undan foydalanish uchun o'z tashabbusini ko'rsatishini kutadi. Masalan, bir yilda bir marta yoki ma'lum bir muddatda imtiyozni tasdiqlatish yoki qayta ro'yxatdan o'tish talab qilinishi mumkin. Bu muddatlarni bilish va ularga rioya qilish juda ham muhimdir. 5-dan, bürokratiya va ma'lumot yetishmasligi. Ba'zi pensionerlar, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar uchun hujjatlarni yig'ish va turli idoralar bo'ylab yugurish juda qiyin bo'lishi mumkin. Afsuski, barcha davlat xizmatlari ham birdek qulay va tushunarli emas. Ma'lumot yetishmasligi ham dolzarb muammo. Ba'zi pensionerlar umuman imtiyozlar mavjudligidan bexabar bo'lishadi. Shu bois ular uchun harakat qilish fikri ham tug'ilmaydi. Davlat xizmatlari markazlari bu masalada yordam berishga harakat qilsa-da, hali ham ko'pchilik bu markazlar haqida yetarli ma'lumotga ega emas. 6-dan, firibgarlik holatlari. Ba'zi shaxslar pensionerlarning soddaligidan foydalanib, ularga imtiyoz olishda yordam berishni taklif qilishadi va buning evaziga pul so'rashadi. O'zbekistonda imtiyozlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq davlat xizmatlari uchun to'lov olinmaydi yoki juda kam miqdorda davlat boji undiriladi. Agar kimdir sizdan katta miqdorda pul talab qilsa, ehtiyot bo'ling. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Faqatgina rasmiy davlat organlariga murojaat qiling va hech kimga ishonchli shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. 7-dan, imtiyozlarni bir-biriga qo'shish imkoniyati. Ko'pincha pensionerlar bir nechta imtiyoz turiga ega bo'lish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, ham nogironligi bo'lgan shaxs, ham yolg'iz pensioner sifatida. Biroq ko'pgina hollarda faqat bitta eng katta imtiyoz qo'llaniladi. Ya'ni siz bir necha asos bo'yicha bir xil turdagi imtiyozni 2 marta olishingiz mumkin emas. Lekin turli xil imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun va soliqlar uchun imtiyozlarni birgalikda olish mumkin. Bu nuansni aniqlash uchun ham tegishli idoralar bilan maslahatlashish lozim. 8-dan, oila tarkibi va daromadga bog'liqlik. Agar pensioner oilaning bir qismi bo'lsa va u bilan birga ishlaydigan, daromadga ega bo'lgan oila a'zolari yashasa, bu uning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar sizning katta yoshli farzandlaringiz siz bilan birga yashasa va ular yaxshi maosh olsa, sizning oilangiz ijtimoiy himoya reyestriga kiritilmasligi va shu sababli kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz olmasligi mumkin. Bu ko'pincha har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad ko'rsatkichiga bog'liq. 9-dan, holatlarning o'zgarishi. Agar pensionerning hayotdagi vaziyat o'zgarsa, masalan, nogironlik darajasi o'zgarsa, yashash joyi o'zgarsa, oila tarkibi o'zgarsa yoki qo'shimcha daromad manbai paydo bo'lsa, u bu o'zgarishlar haqida tegishli organlarga xabar berishi shart. Aks holda ortiqcha berilgan imtiyozlar uchun pulni qaytarib to'lashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu qoidaga rioya qilish kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy muammolarning oldini oladi. 10-dan, o'tgan davr uchun ortiqcha to'lovlarni qaytarib olish. Ba'zi hollarda agar siz imtiyozga ega bo'lish huquqiga ega bo'lgan bo'lsangiz, lekin u sizga noto'g'ri qo'llanilmagan bo'lsa, o'tgan davr uchun ortiqcha to'langan summalarni qaytarib olishingiz mumkin. Biroq bu odatda ma'lum bir muddat bilan cheklanadi. Masalan, oxirgi 12 oy uchun. Bu jarayon ham murojaat
va tegishli hujjatlarni taqdim etishni talab qiladi. Shuning uchun imtiyozlardan tezroq foydalanishga harakat qiling. To'kin vaqt o'tishi bilan o'z pulingizni yo'qotmaysiz. Aziz do'stlar, endi eng muhim qism siz nima qilishingiz kerakligi haqida amaliy maslahatlar. Bu qadamlar aniq va tushunarli bo'lishi uchun batafsil tushuntiraman. Birinchi qadam ma'lumot to'plash va shart-sharoitlarni aniqlash. Avvalo, siz o'zingizning aniq imtiyozlarga ega bo'lish huquqingiz bor yoki yo'qligini aniqlab olishingiz kerak. Buning uchun siz bir nechta idoralarga murojaat qilishingiz mumkin. Mahalliy hokimiyatning ijtimoiy himoya bo'limi. Har bir tuman, shahar hokimiyatida ijtimoiy himoya masalalari bilan shug'ullanadigan bo'lim mavjud. Siz u yerga borib, pensionerlar uchun mavjud imtiyozlar, ayniqsa kommunal to'lovlar va soliqlar bo'yicha so'rashingiz mumkin. Ular sizga aynan sizning hududingizda qaysi imtiyozlar amal qilishini va qaysi toifalarga tegishli ekanligini batafsil tushuntirib berishadi. 2 asrlik davlat xizmatlari markazlari DXM. Aslida bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir darcha ta'minli asosida taqdim etadi. Siz u yerga borib, pensionerlarga beriladigan imtiyozlar haqida ma'lumot yoki kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlarni rasmiylashtirish xizmatini so'rashingiz mumkin. Ular sizga qanday hujjatlar kerakligini va qanday tartibda ariza berish kerakligini aytishadi. U yerda xizmatlar kompyuterlashtirilgan, shuning uchun tez va qulay bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Bu yerda siz pensiya miqdori, pensiya turi va umuman pensioner maqomingizga oid savollarga javob olishingiz mumkin. Ba'zi imtiyozlar pensiya turiga yoki nogironlik darajasiga bog'liq bo'lgani uchun bu idora ham muhim ma'lumot manbai bo'lishi mumkin. 4. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, elektr energiyasi ta'minoti, hududiy elektr tarmoqlari korxonalari, gaz ta'minoti, hudud gaz. Suv ta'minoti, suv oqova va maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmatlari bo'yicha hududiy bo'limlarga murojaat qilib, ular pensionerlar uchun qanday imtiyozlar taqdim etish haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zan ular o'zlarining axborot stendlarida yoki veb saytlarida ham bu ma'lumotlarni joylashtirishadi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni yig'ish, imtiyozni rasmiylashtirish uchun sizga quyidagi asosiy hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 1. Fuqarolik pasporti yoki ID karta, shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi, sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Nogironlik haqida ma'lumotnoma yoki guvohnoma. Agar siz nogironligi bor pensioner bo'lsangiz, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMXM). Nikoh to'g'risidagi guvohnoma, o'lim haqida guvohnoma. Asosiy yolg'iz yashovchi pensioner ekanligingizni tasdiqlash uchun. 5. Oilaning tarkibi haqida ma'lumotnoma. Mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan beriladi. Bu ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasini aniqlashda muhim. Unda siz bilan birga yashovchi barcha oila a'zolari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 6. Asosiy kommunal xizmatlar uchun to'lov qog'ozlari, kvitansiyalar, so'nggi oylardagi to'lovlar va hisoblarni ko'rsatuvchi hujjatlar. 7. Mol mulkning kadastr hujjatlari. Agar siz mol mulk solig'i yoki yer solig'i bo'yicha imtiyoz olmoqchi bo'lsangiz, uy yoki yer uchastkasiga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. 8. Bank hisob raqami rekvizitlari. Agar sizga kompensatsiya to'lovlari o'tkazilishi kerak bo'lsa, bu hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalari sizda bo'lishi kerak. Ba'zan hujjatlarning asl nusxalari tekshirilib, nusxalar olinishi mumkin. 3-qadam. Ariza yozish va topshirish. Hamma hujjatlarni yig'ib bo'lgach, siz tegishli idoraga, DXM yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilib, imtiyoz berishni so'rab ariza yozishingiz kerak. Ariza shakli ko'pincha. Bu idoralarda tayyor ariza shakllari mavjud bo'ladi. Sizga faqat uni to'ldirish kerak bo'ladi. 2. Arizada nimalarni ko'rsatish kerak? Arizada o'z ism-sharifingizni, yashash manzilingizni, pasport ma'lumotlaringizni, pensiya guvohnomasi raqamini, siz qaysi imtiyozga da'vogar ekanligingizni, masalan, elektr energiyasi uchun imtiyoz berishingizni so'rayman. Chunki men yolg'iz yashovchi pensionerman. Hamda sizning holatingizni tasdiqlovchi hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. 3. Ariza topshirish. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini idoraga topshirib, ikkinchi nusxasiga qabul qilib olgan mas'ul xodimdan sana. Ism sharifi va imzosini qo'ydirib oling. Bu keyinchalik muammolar yuzaga kelgan taqdirda sizning murojaatingiz tasdig'i bo'lib xizmat qiladi. Murojaatingizga berilgan kirim raqamini yoki ro'yxatga olish raqamini albatta yozib oling. 4-qadam. Natijani kutish va nazorat qilish.
Ariza topshirilgandan so'ng tegishli idora ma'lum muddat ichida, odatda 25-30 kun sizning arizangizni ko'rib chiqishi va qaror qabul qilishi kerak. Bir asosiy qarorini kutish. Asosiy belgilangan muddat ichida sizga imtiyoz berish yoki rad etish haqida yozma xabar kelishi kerak. 2. Asosiy tekshirish. Agar imtiyoz berish haqida qaror qabul qilinsa, navbatdagi oy uchun kommunal to'lov qog'ozlarini diqqat bilan tekshiring. U yerda imtiyoz qo'llanilganligini ko'rishingiz kerak. Agar u yerda o'zgarish bo'lmasa, tegishli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga, masalan, elektr ta'minoti bo'limiga murojaat qiling va imtiyozning amalga oshirilishi holatini so'rang. 3. Murojaatni takrorlash. Agar sizga imtiyoz berish rad etilsa va siz bunga rozi bo'lmasangiz, rad javobini asoslovchi hujjatni talab qiling. Keyin bu qarorni yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Qo'shimcha maslahatlar: asta kechiktirmang. Agar siz imtiyozga ega bo'lish huquqingiz borligini bilsangiz, zudlik bilan murojaat qiling. Har o'tgan oy sizga moliyaviy yo'qotish bo'lishi mumkin. Asta yaqinlaringizdan yordam so'rang. Agar siz uchun hujjatlarni yig'ish yoki idoralar bo'ylab yurish qiyin bo'lsa, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki boshqa ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ular sizga bu jarayonda ko'mak bera olishadi. Asta xushyor bo'ling. Yuqorida aytib o'tganimdek, firibgarlik holatlaridan ehtiyot bo'ling. Hech qanday tezkor xizmat evaziga pul to'lamang. Barcha rasmiy xizmatlar, davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Barcha suhbatlarni qayd eting. Kim bilan, qachon va qaysi masalada gaplashganingizni, sizga kim qanday ma'lumot berganini yozib oling. Bu kelajakda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni hal qilishda yordam beradi. Aziz do'stlarim, ko'rib turganingizdek, aprel oyida va keyingi oylarda ham pensionerlar uchun juda katta iqtisod qilish imkoniyatlari mavjud. Bu shunchaki ma'lumot emas. Balki har biringizning byudjetingizdagi sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan real imkoniyatdir. Esingizda tuting, hech kim sizga imtiyozlarni boshdan olib kelib bermaydi. Siz o'z huquqlaringizni bilishingiz va ulardan foydalanish uchun o'zingiz harakat qilishingiz kerak. O'zbekistonda pensionerlarning ijtimoiy himoyasi doim e'tiborda bo'lib, davlat ularga ko'mak berishga intilmoqda. Sizning vazifangiz bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish. Qattiq mehnat qilib, butun umringizni jamiyat rivojiga bag'ishlagan sizdek qadrli insonlar har bir so'mni tejashga haqlisiz. Bu sizning pulingiz va u sizning ehtiyojlaringiz uchun xizmat qilishi kerak. Ushbu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos o'z fikrlaringizni, savollaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning izohlaringiz boshqa pensionerlar uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga doimo foydali va amaliy ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni asrang va moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Sog' bo'ling.